Avval xabar qilganimizdek, respublikamiz bojxona postlaridan jismoniy shaxslarning ehtiyojlari uchun tovarlarni olib o'tish tartibidagi o'zgarishlar 1-maydan e'tiboran kuchga kirdi. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z yuritiladi. 2025-yil 1-maydan e'tiboran respublikamizda jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoji uchun notijorat maqsadlarida respublikaga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari kuchga kirdi. Mazkur tartibotlar Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 19-aprel kuni 244-son qarorida belgilangan bo'lib, bojxona organlari tomonidan yangi normalarni jamoatchilikka o'z vaqtida yetkazishga qaratilgan keng miqyosdagi targ'ibot kampaniyasi olib borildi. Chegara bojxona postlarida va xalqaro aeroportlardagi monitorlarda o'zbek, rus va ingliz tillarida maxsus roliklar namoyishi yo'lga qo'yildi. Jumladan Toshkent xalqaro aeroportida ham yo'lovchilarga ushbu tartibotlar doimiy tushuntirib borildi. Yangi normalarga ko'ra endi havo yo'llari orqali kirib kelayotgan yurtdoshlarimiz 1000 AQSh dollari miqdoridagi o'z ehtiyoji uchun mo'ljallangan tovarlarni bojsiz olib kirishlari mumkin. Shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan respublikaga bojsiz olib kiriladigan ayrim tovarlarning miqdoriy normalari ham tasdiqlandi. Tan olish kerak, yangi normalar jamoatchilikda turlicha talqin qilindi, lekin bu jahon standartlardan kelib chiqilsa nihoyatda to'g'ri qadam hisoblanadi. Chunki bojsiz olib kirish normalaridan tijorat maqsadlarida foydalanish ko'lami rostdan ham oshgan edi. Birgina 1-may kunining o'zida Toshkent xalqaro aeroporti 70 ga yaqin xorijiy reyslarni qabul qildi. Istanbul, Pekin, Dehli, Baku, Dubay shaharlaridan, Rossiyaning 11 ta shahridan, Markaziy Osiyoning 4 ta shahridan, Yevropa va arab mamlakatlaridan reyslar qabul qilindi. Jarayonlarni bevosita kuzatar ekanmiz, yo'lovchilarning aksariyati yangi qoidalardan xabardor va to'g'ri qabul qilishayotganiga guvoh bo'ldik. Lekin qoidalar haqida ilk bor eshitayotgan yo'lovchilar ham kam emas. Bojxona xodimlari hozir ular bilan muloqot qilib, yaqindan qoidalarni batafsil tushuntirishmoqda. Istanbuldan uchib kelganman. Bir hafta dam olib keldim. Uchayotganimizda uchish zalida bojxona xodimlari tushuntirish berdi va broshura berdi qo'limizga. 1-maydan O'zbekistonga olib kelayotgan tovarlarni qiymati 1000 dollardan oshmasligi kerak deb limitlarni ko'rsatgan broshurada. Shunga qarab soha-sohilni olib keldi endi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining Navoiy chegara bojxona postida ham jarayon qizg'in. Avtomobilda va piyoda ravishda O'zbekistonga kirib kelishda jismoniy shaxslar 300 AQSh dollari miqdoridagi tovarlarni bojsiz olib kirishlari mumkin va bu me'yor avvalgidek o'zgarishsiz qoldirildi. 2025-yilning 1-choragida mazkur post orqali 80 mingga yaqin yengil avtotransport vositalari va avtobuslar harakatlandi. Post orqali 1,200,000 nafarga yaqin fuqarolar harakatlandi. Bu kuniga o'rtacha 20 ming fuqaro aynan shu post orqali o'tganini anglatadi. Harakat ko'p bo'lganiga yarasha bojxona tartibotlarini chetlab o'tishga ham harakatlar bo'lishi tabiiy. Navoiy chegara bojxona postida birgina dastlabki chorakning o'zida salkam 600 million so'mlik tovar moddiy boyliklarining noqonuniy olib o'tilishi oldi olindi. Kun davomida Navoiy chegara bojxona postida bojsiz normalardan foydalanib, tijorat maqsadi uchun ko'zlangan tovarlar olib kelayotgan shaxslarni uchratmadik. Shuningdek, yangi tartibotlarga e'tiroz yoki norozilik bildirayotgan yo'lovchilar ham hozircha kuzatilmadi. Lekin shunga qaramay bojxona xodimlari shu kabi yo'lovchilar uchraganda yangi tartib qoidalarini yotig'i bilan bafurja tushuntirish uchun shay holatda turishibdi.